dan boshlab 45 yoshimizgacha plyusga ishlaydi, ya'ni nasl qoldirish uchun. 45 yoshdan keyin u minusga ishlaydi. Qanaqa minusga ishlaydi? Agar estrogenlar 45 yoshdan keyin ham ishlay bo'lsa, xavfli onkologiya holatlarini paydo qilib qo'yadi. O'shaning uchun spiralni olayman desam, yo'q demay qaytarib bo'lmaydi, u menstruatsiyani davosi. Ko'rinishingizda men sizni klimakterik perioddagi ayol deb bilmadim, lekin tabiatga huquqimizni o'tkaza olmaymiz o'qib. Hamma narsa vaqt soati bilan bo'lgancha. Hozir bitta strelkali dori yozib bersa, mana hozir qizib ketyapsiz, terlab ketyapsiz, majbur bo'lyapti. 18 yoshingizga qaytib qolasiz. Lekin 2-3 yildan keyin уже qaytmas proseslar paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun keragi yo'q sizga menstruatsiyani batladan foydalanib, demak bu prinslarimizni o'ziga keltiramiz. Xo'p, endi mana shu gormonlarimizni juda ko'p joyni boshqaradi. Mana aytasiz, bo'g'im og'riyapti deyapsiz. Chunki kalsiy o'lishi boshlaydi. Terida tashqarisida jinsiy lablarda oqarib yotibdi-da. Bu prostoylik aplakiya deyiladi. Mana shu gormonning hisobiga estrogen demak yo'q, shuning uchun quridi va qichishish boshlandi. Keyingi qatnashadigan joyi vegetativ nerv sistemamizga yarim tegib